Oldu. Oldimi Sardor Bey? Oldu boshla. Nechi pul? 2000 ga olib, 3000 ga bermadim. Ana. 10 ga bo'lsa sotaman. Ana. 10 ming serpar. Katta. Katta serpar. Katta. Zo'ri. Hali ko'cha chiqmaydi bu. Ha, to'g'ri. Katta. Chiqmaydi. O'zi ham katta, puli ham katta. Kattadan gap yo'q ekan lekin. Ko'zi chil ko'z emas, oq ko'z. Oq ko'z. Jiyaylari ko'k ekan. Bamazov ekan, go'zal ekan katta. Katta polvon ekan. Polvon ekan katta. Mashalloh deyardik. Ha. Xohlasa ko'parsin. To'g'ri. Haligi ana qilishmasu, hozir eski urug' kaptarlarni chiroyli kaptarlarni yoniga tashlasa, meridan kelyapti u kaptarlar, to'g'risida. Bo'ynidan kelyapti. Tan olish kerak edi. Ular masalan $200, $300 boradi, $400 sotilsa, mana ular $3000, $4000 sotilyapti. $2000 mana shu bozordan olindi. Serpar, kampardan chiqqan kaptarlar. Bu kaptarlar Andijon zot kaptarlar. Boshqa zot qo'shilmagan. Gibrid deyilmaydi bu zotlar. Gibrid deb boshqa dudush qo'shilgan, boshqa anjanga, boshqa zot kaptar qo'shilganda gibrid deyiladi. Bu o'zimizdagi serparga kampar urilgan smeshinli zot anaqalar. Zotlar. Serparga kampar urilgan. Serparga kampar aralashtirib, birga qo'shib chiqarilgan kaptarlar. Chotlari chiroyli, paypalari shunchalik ishlayapti kaptarga. Mana modasi ekan, mana. 10 mingga bo'lsa beraman deyapti. 10 mingga bo'lsa beraman deyapti, aka. Sardor Bey. Ha, bo'pti. Endi bo'ldi endi. Ichingizga ko'mib qo'yaverasiz endi, aka. Iloji yo'q. 10 minglik narsa qo'lingizdan chiqib ketdi, aka. Sardor ichga jinkirib oldi. Yo'q, 10 mingga beraman deyapti. Go'zal ekan. Bolalar ham go'zal ekan. Oldi boshla. Yo'q, nech pul oldi bular? $1,5 ming mana. Serpar kamparallar chiqqan. Mana. Go'zal ekan. Go'zal ekan kaptarlar. Gap yo'q. Oilaga sizdanmi? Assalomu alaykum. Endi bular. Ekranga yaqin bor. $10,000 deyilyapti. O'zbek puliga 120 million, ha? 120 million. 120 milliondan. 120 million narx aytilyapti. Modagachi? $500. Go'zal. Serpa. 120 million so'm aytilyapti. Ha. Dollarga $10,000. Go'zal. O'zimiz Andijon zotlar, mana Andijonda shunaqa vaqt kelayotgan zotlar.
Ovqat iç. $120 milyon. iPad'ı qaranglar, go'zalligini. Juda go'zal. Hop, bugun kaptarni go'zallari chiqibdi. Bog'ishamol bozorimizga bitta moda chiqibdi. Bu moda kimda? Mana haqiqiy oq tumshuq, oq ko'z. Narxi nechi pul buni? Mana. Go'zal ekan kaptar. Haqiqiy oq tumshuq, oq jiyak, oq ko'z. Mana shunaqa bo'ladi. Oq o'ziniki ekan. Haram toza ekan. Go'zal ekan bu. O'ta. Kukulamalı ekan. Güzel. Gap yo'q moda. Bu kimdan bu moda? Sizdanmi? Nechi pul bu moda? $1,5 ekan. O'zbek puliga 20 million desang ham bo'laveradi. Go'zal ekan mana. Biz ko'zlarini ham ko'rsatamiz, yaqindan olib ko'rsatamiz. Bekitmaymiz. Go'zal ekan. Gap yo'q. Asal ekan. Bizda YouTube'da ham, Instagram'da ham, TikTok'da ham, Telegram'da ham kanallarimiz, gruppalarimiz bor. Andijon kabutarlari klubi desanglar chiqadi. Podpiska bo'lib qo'ysanglar, chiroyli go'zal qushlarni bozorlardan, uylardan olib tashlaveramiz. Qadaylikcha qo'rsanglar ham bo'ladi. Kabutarga qiziqadigan tanishlarga, atrofdagilar. Serbar moda. Moda nechi pul Serbar? Adam aka 3000 deyapti. $3,000. To'g'ri, arzon aytib qo'ydi. $3,000. Aka biz unaqa 5000, 10,000 deya olmaymiz. Arzon aytib qo'ydi, to'g'ri gapdi. Olmaymiz. Mingga berasizmi? Ming. Mana ochiq real bo'lyapti. So'radim mana. Ochiq bo'layotgan. Endi bu yog'ini ham bitta ochib ko'raylik. Mana atrofdagi ancha o'ynaydi. Kinoda bor-ku, bunaqa puldan beraveradi. Olaver deydi, davlatimiz. Serbar. Sultonov yaqinda anaqasini ko'rsatdi. 1300. Pul qo'yamiz deyapti. 1300. Siz aytgan narsa gapingizga oldim. Ana. Qo'yamiz deganiga mana. Ko'zlari ham chiroyli. Oradan 25 kun oldim. Duva yaysi, yesizmi? Yaxshiyam chiroyli kaptar ekan Serbar. Beraveramiz. Kaptarlar tushib ketgan yo'q. Kaptarlar narxi yaxshi. Bu moda nechi pul ekan mononiz? 5000. O'zbek puliga 60 million bo'ladi. O'zbekcha aytib qo'yaraylik. 60 million. O mini tepasiga qildim, eshitdinglar. Ha, 12 million pul berildi, berilmadi mononga. Mana $1000 berildi. Monochi mo kamparlar. Naraga 2000 deyapsiz. $2000. Mana. Gap yo'q. Gap yo'q ekan. Montaj. Ko'zlari ham chiroyli ekan janob. Lekin monomoda ham boshqa ekan-a. Bu boshqa urug'a bular. Bu yerda 10 ming deyapti, Ha, bu. Gap yo'q ekan. Retro tog'adan. Moda chiqibdi bu ekan. Chiroyli moda ekan mana shu ham. Go'zal moda ekan. Nechi pul bu? 1,5 million. Mana juvonasichi. Bu ham moda. Ha, yaxshi. Buni ham figuralari ham chiroyli ekan. Gap yo'q ekan. Ishlayapti bu moda.
ekan bu. Go'zal ekan. Mana shu modan olib ishlatish kerak. Buni narida ham tumshuqlari qalin ekan. Ichchi qaro kerak ekan, mana shu narga ham tumshuqlarni qarang go'zalligini. Ha? Bu nech pul bu? 2,5 million deyapman. 2,5 million. Atak mashinalariga modani sotib qo'ysa ham bo'laveradi. Ikkovsini juplab qo'ysa ham bo'laveradi. Go'zal. Bunda akalarimiz, Faroz akalarimiz juvon olib ketdi. Katta figura ekan lekin mana juvon. Narx chiqibdi. $200 narx aytilyapti. Yaqinroqdan ko'rsatamiz ko'zlarini. Ko'zlarida lekin jichcha bor. Tinishi ham mumkin ko'zini chekalari. Lekin katta figura ekan, ayollari. Shu tomoni nima bo'ladi? Alloh biladi. Lekin katta figura ekan. İstemeyersiniz ki. Mana ko'zini ham ko'rsatyapmiz. Juvona katta, xom narsa. Go'zal ekan katta. Endi bilib bo'lmaydi, mana bu ko'zi ham balkim qizili qolar chekkasidagi, balkim qolmas. Lekin yaxshi toza ko'zli modellarga solsa ishlataversa bo'lsa kerak. Kaptar go'zal ekan. Lekin go'zallari chiqibdi-kan, kaptar qarni qaranglar, tozaligini. Har tozaligi. Ko'zini ham tulovda ekan, juvon ekan hali. Necha yashar bu? Ular 2 yasharga borgan. Yashar. Endi juvon desa ham bo'laveradi. Kaptar 3 yashar bo'lgan rosmoni yoshiga yetgan bo'ladi. Puli olsa kalla ham manaqa kelib ketadi kalla. Ha, ko'z ham boshqacha ko'z ekan. Ko'zini puli ham. To'g'ri, ko'z yomon ekan. Bu moda ham go'zal ekan. Nech pul dedingiz? 2000 deyapman. $2000. $2000. Jupini $2000 deyapti. Bayadan olaylik-da mashkatda. Ayağım toplagan aşırı. Aka 4 milyonga bo'ladi. 4 milyonga. 4 million. Qaysinga? Modagami? Modaga 4 million beriladi. Oshir pul beryapti oshna. Bozor so'ralaradi lekin. 4 million. Yana nima qilib yurmay. Yaxshi. Go'zal ekan. Odamlar orasida kattalar ketdi. Ketdi. Bir xotin bozor aylangan chiqishibdi. Nech pul bular birashtaka? Nech pul bular? 1200 jupi. Onlar ham gap yo'q ekan lekin. Gap yo'q ekan. Kalla o'ta katta ekan. Modani serpar moda. Mo ko'zni ko'ringlar. Mo ko'z go'zalligini ko'ringlar. Ajali bor. Katta. Ushqa ekan. Go'zal ekan aslida. Ko'z ko'ringlar. Muz ko'z ekan. Hozir urushqa ekan, mana bu. Hey. Bo'lgan cho'qib qo'yaveradi. Mana qaranglar. Nech pul ekan bu? Bu moda nech pul? Modangiz nech pul? Olib ketdi modangizni. $2000. Ha, lochin bedar ekan. To'g'ri sotadi. Go'zal ekan.
Bu modern ko'ringlar, paypadi. Gap yo'q. O'zbek deb pulga 2000 dollarimiz где-то 24 million bo'ladi. O'zbek so'miga. Yomon emas, ishkal kattalarga. Uni ko'zi chiroyli. Ashad urishib turinglar. Gap yo'q. Oldidan mana. Go'zallik. Gap yo'q. Baqqanga rahmat. Erkakka go'zal ro'sha chiqibdi. Endi nima urug'ligini bilmadim, lekin kalla tumshu hamma yo'q chiroyli ekan. Ha, Nazir aka? O paypadi qaranglar, mana paypadi. Endi shu qoralarni urib chiqarib qo'yilgan narsa ekanda. Endi qoralarga urilishining maqsadi endi oq tumshuq, ojiya katta chiqarishni maqsadi. Shu maqsadda uriladi. Endi qoralarga, to'g'rimi aka? Qoradan chiqqan, Qoradan chiqqan, ha, bir jup qoradan chiqqan. Endi qoralarni tumshuqlarni oqartiraman deb qoralarni chiroyli beradi. ha. Xullas ashli. Kamukak. Hamma o'zini vkusiga qarab baho oladi kaptar. Birovni kaptari yomon anaqa deyilmaydi. Nimadir niyat qilgan tumshuqlarni tozalayman degan maqsadda juplagan bo'lishi mumkin. Mana shunaqa. Kamukak. Lekin chiroyli ekan kaptar. Katta kaptar ekan. Kalla tumshuqlari chiroyli ekan, ha? 3 yashar bo'lyapti. 3 yashar ekan kaptar. Qaysilar? Mana modalar sizdanmi? Ha. Mana qaysi bu? Chiroyli kaptar. Juvoli modami? Yo'q, nami? Modallik noaniq. Noaniq ekan-da. Bu nech bu? 500 dollar. 500. O'ni orqadagi modachi? 800 dollar. 800 dollar. Mo qizil toshchi? 200 dollar. 200 dollar. Keldimi bu aka? Ha. Chiroyli kaptar bo'lar ekan. Ko'zlari katta kaptar ekan mana shu. Chiroyli kaptarlar ekan. Hakka ham moda ekan, ha? Ha, moda. Ko'zlari ham chiroyli ekan, jonivor, jiyaylari. Jivona moda. Jiyay, ko'zlari katta mana tumoq ko'z bo'lsa maza qilasiz aka. Ha. Mana tursa ko'zlar. Go'zal. Mana serpar oqimizga 62 million pul berilyapti ekan so'mda. Dollarga qancha bo'ladi? 5000 bo'ladimi? 5000 dollar. Men so'mga 100 million berasiz. 70 million, 70 million. 70 million ber, 70 million 70 millionga 100 ga beraman deyapti, 100 millionga. Haqiqatda boshqa kaptar ekan, kaptarni qari ham toza. Ko'rol aka. O tashab qo'ying u yoqqa. $70 million mana oyog'idan bir qarishdan baland turibdi. Katta. 70 million pul berilyapti. Real bo'layotgan savdo. Yolg'on emas. Mana akamiz, aka 70 million pul beryapsiz. 70 million pul beryapti. Aka. Mana shu oqnariga 100 millionga beramiz deyapti. 8,5 million. Mana bak Sardor aka. Shunday turishi zo'r. Urasi o'rgatibsiz, urasiga tushdi ham. Turishni qarab qo'ying buni. Dolchin akada har xil preparatlar bor. Hozir bu kaptar shamollaganmi aka? Ozgina shamollash bor. Ozgina shamollashi bor ekan. Mana qizil qo'ldan qilinyapti hozir. Akada mana shunaqa xizmatlari ham bor. Nech pullik sayildi hozir? 25 millik sayildi. Endi mana dorilarni ham reklama qilib qo'yamiz. Bola zangori nimaga edi?
Adenovirus. Anitu anaqa shomonlar Ha, profilaktika. suvga qo'shib beriladi. Suvga qo'shib beriladi. Mana yangi kelib shekilliga, mana bu. Yangi. Nima degan bu? Nimaga bu? Bu kaptarlarni shu immunitetlarni ko'taradi. Immunitet ko'taradi, suvga qo'shib beriladi. Ha, mana men yozib qo'ygan. Ha, bo'ldi. Mana bu yerda ruscha yozilganlari bor ekan. Mana o'qib olasizlar. Ona nimadan? Vitamindan berib oling. Nimadan? Mana. Nechta bering? 10 gram. 15 10 gram berdingiz. 10 gram. Mana bu anaqa qalampir yog'imi bu? Nimasi bu? Suyuqligi. Qalampirda yog' bo'lmaydi, suyuqlik. Ha, mana shu ham yaxshi. Bu nech pul bu? Immunitetini ko'taradi. Rebijir. Bu Haftada 2 kun beriladi. haftada 2 kun nimaga qo'shib beriladi? Suvga qo'shib beriladi. Puli. Puli. Qo'lini anaqa qilma deyman. Puli. Bilmaysizmi? Narxiga qarab qo'yasizmi? Yo'q, bo'ldi. Baloni buni ham puli anaman. Yaxshi tabiiy narsalar-da mana. Mana ham mana tabiiy gullardan anaqasidan olingan. Tabiiy narsalar mana. Yevropaning mahsulotlari bular hammasi. Qo'ldan ikkita sariq. Men masalan o'ronni shprisda mo'ljallantirib 2 gram qo'yasiz, 3 gram. Dastavkalari bor-a? Bu viloyat. Viloyatlarga bor dastavkalar. Kun ichirasiz. Mana nimaga ekan bu? Digesto. Bu ham o'sha kasalliklarni oldin oladi. Ha, profilaktik, ha? 15 1 litr suvga berib turadi profilaktik. Gervit bor-a? Bor gervit. Nechta gervit? 3ta bering oshnamga bittadan. Nomeringizni aytib oling. 94 ming. Hop, 893. Akaga ham bering berib Bo'ldi. 2 ta 0, 2 ta 0 2 ta 7. 0077. 0 70. Bu. Murojaat qilaverasiz.